süpürge paranları süpsüpki barlıq aziz qeyrindaşlar, hammalarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Mening ismim Muqaddas Yurtim Rujiddin. Men oliy maktabni bitirib Urumchida qilib qolgan. Bu yil 33 yoshga kirdim. Men sizlarning bu süpürge paranlardagi boshqa qeyrindoshlarni aytgan narsalarini ko'rib, shunchalik ta'sirlandim. Özümün nisbeten başına qarta, mən özümün işlə ötkəşini sözlər birəyəcə, başqalarım bəlkə azraq xüsusilə tərbiyə əhmiyyəti olub qala, faydası olub qala deyə əsasda mən buna qatnışını layiq gördüm. Mən 2012-ci ili 8-ci ayda süt bezir rakı olub, məşxələni tuncuq etdim, özüm doktorxanam yerib təkşürtüş arqılıq süt bezir rakı boğanlığını oxudum. Dəstəb qədəmlə bu rakı kesildi deyəngəmin başqalarından anlığacağını bunu şunda qoqunuşlarını his qılğan. Biroq o'zimdan besh bunday kelib qolishini o'ylab baxmagandim. Shu hammani olganda dastlab ko'nglim bir xil ichkilanish bo'ldi. Keyin o'ldirmay bo'ldilar. Bu davo saqlaydi, davoga ish bo'lgan keyin men davolanayda. Ism kasallar doktorxonasidan davolandim. Davolanish jarayonida sizning o'simsizda yo'g'nab ketibdi. Buni apres davolash ketim ximiyalik davolaymiz. Apresdan keyin 4 ketimni ximiyalik davolab bir oy nur davolaymiz dedim. Hattoki ximiyalik davolashning badanga yetkazgan aks ta'sirlari odamning ruhiy kayfiyatiga hamma jihatdan butunlay o'zgarib ketganligini aytdim. Mush aytgan chog'da men o'zimga nisbatan boshqalarga kasal desam bir qo'rqinish tuyuladigan o'xshaydi. Biroq menga nisbatan hech qanday qo'rqinish tuyulmadi. Bu saqib ketaman deya ideya bor. Endi xuddi bir zukamda qilib saqib ketgan ideya bo'yicha men dastlab davolandim. Hattoki meniki mashhur kasal bo'lganimni yo'lishimni anlabmi, men ondan ajrashib ketishni talab qildi. Endi xuddi bir kasal bo'ldi desa, boshqalarning ideyasida xuddi atli Azrail kelib jinnib ketadigan, atli o'lib ketadigan ta'sir berdi. Biroq menga hech qanday ta'sir bermadi. Mushu yo'lishimni ajrashib ketdi, ximiyalik davolanish jarayonida. Dadamni tuyab ketdi, chiqib turmushda nurg'unlig'a ig'irchiliklarga duch keldim. Hattoki iliq oilamni qolmadi, hech narsamni qolmadi. Faqat mening bir bolam qoldi-da, shu qizimni qoldi. Oldum. Kızım adı mihri qanmidi. Ani bu kunda men bir qo'yvasam, bu davolashni qabul qilmasam, menga ig'ir keldi, o'zimni tashlashim. Keyingi kunlikda qizimniki ansi qilishni hargiz xohlamadim. Ani o'zimni qaytadan aysim kelgan holatda, o'zimniki proqda xudma rakisli emas bu degan ideya bo'yicha men olib ketimni ximiyalik davolashni, bir oy nurda davolashni apreslarni qabul qilib, men hozirgi kunda mana 3 yil o'tdi. Shunda yaxshi kelib borman. Mening bu ximiyalik davolash jarayonida hattoki mening sochlarim, kirpiklarim, qoshlarim butun narsa tushib ketdi. Bir kuni nurlan davolanish vaqtida o'tirib, o'zimniki qilibqa 200 qilibgan kirpikni sansam 10 ta chiqdi. Shu vaqtlarda men qat'iy umidsizlandim. Men yaxshi bo'lib ketaman degan ideya bo'yicha yog'in kirpiklarni taqib yursam bo'ldi deb yuraverdim. Hatto chechim birinchi qatim ximiyalik davolash jarayonida birinchi qatim davolanib, ikkinchi qatim kelgan chog'da Çaşırım çıkıp ketken çağdım, çiçimi çürütüp yağan çaşlarını kiyip jüdüm. Yani uçaklardan bana ağır gelmedi. Işkıdım benim başka ximiyalik davolanish jarayonida men doktorxonada davolandim. Meni bir qavatda davolanayotganlarning ichida bir qavatda emas, faqat o'smir kasallar doktorxonasida davolanayotganlar bezir rakı bo'lgan eng kichik bemor men hisoblandim. Shu davolanish jarayonida nurg'unlagan og'riqlarni ko'rdim. Hammasini kalasida nima desa, Oy bu rakesel saqaymaydı, rakesel bu adam ölüp ketidi degan ideya bor ekan. Biroq men hargiz o'zimni ölüp ketadiganiga, rakesel saqaymaydi degan gap ishonib, hargiz nima qilmadim. Faqat shunday yaxshi erkaklarni ximiyalik davolashni degan vaqtida kelib shunda davolanib doktorlarga moslashib qildim. Mening mash kayfiyatimni saqlashimga, mushta bo'lishimga meniki birdan bir sababchi bo'lgan narsa men kitob o'qishim. Men savodim chiqqandan tortib ta hozir 33 yosh bo'lish jarayonida bütün maş Uyg'urcha nashrdan chiqqan kitoblarni asosan o'qib bo'ldim desam bo'ldi. Men bir oyning ichida 4 kitob o'qiyman. Haftada bir kitobni tugataman degan nimam bor. O'zimniki planovada. Anajim cho'ngaroq kitob bo'lsa, bir oyning ichida 2 kitob tugataman. Odatda bunday kitoblar bo'lsa, haftada bir kitobda hargiz bir minut vaqtimni o'rinsiz ishlarga bekor o'tkazish hargiz qolmay, shu vaqt bo'lsin bir kitob o'qib olaychi. Men bu ishim kecha hattoki men o'zim uchun ortiqchilik deyman. Ba'zi buni kamchilik deb qanday buni o'qimadim. Men bu ishim kecha 33 yosh kirgacha men televizor ko'rib baxmadim desam bo'ldi. 33 yil jarayonida televizor ko'rgan vaqtim faqat 3 yil hisoblasam bo'ldi. Odatda televizorni ko'rmayman, faqat vaqt isrof qilib, qaron bir kitob o'qiychi, uning qaron bir yangilikni o'rganib olaychi. Keyin kunlikda qizim mendan bir narsani so'rab qolsa, shu vaqtida javob beraychi degan ideya bo'yicha kitob o'qiganimning faydasini men doktorxonaga yetish jarayonida ko'rdim.
Hazır mesela biz okuyatkan çağlarımızda Xanzu tilini 3. sınıftan başlap ötüp, ana tili 1. sınıftan başlap ötületdi. Hazırkı vaqt kelgende qo'sh til chiqdi, Xanzu tili ötüldiğen bu ana tilimizni onu qo'shimcha qilib ötülyapti. Endi kim bo'ldi? Ingliz tili, dunyo tili. Keyingi kunlikda mening qizim hozir 5 yoshga kirgan bo'lsa, maktab kirgan chog'da ingliz tilini asos qilib boshqa tillarni o'zimizning ana tili Xanzu tilini qo'shimcha qilish ehtimoli bo'lib qoladi dedim. Men hozirdan boshlab bo'sh vaqtlarim bo'lsa, ingliz tilini o'rganyapman. Keyingi kunlikda qizim mendan biroz savol so'rab qolsa, men shuni cho'qim opa siz bilmaysizkan, siz o'rganmaganmidingiz degan savolni men qo'yib kelishidan ansirab, men hozir qizim bilan tang o'rganib, qizimning darsini Kızım yasıyla okuyatkan mısın? Ben yasıyla dersini kızımdan tam günüp meniyapman. Hazır endi kızım 5 yaş kirdi. 5 yaş kirganda özünün ana tili savodi chiqib bo'ldi. Savodini chiqarib bo'ldim. Kızım hozir asosan bolalar cho'jaklarini o'zi o'qib tushuna oladigan saviyaga yetdi. Mashina hamisi niki kitob o'qiganlik niki foydasi deb o'ylayman. Kitob o'qigan odamniki endi mening bo'yicha 3 xil narsaga yig'inchoqlayman. Biri kitap okuyan adamniki ömür uzun buldu. Yani birisiga kitap okuyan adamniki til qobiliyati ustun buldu. Yani birisiga üçüncüsü kitap okuyan adamniki turmuşun her xil ig'ir sınaqlarga, ig'ir nimalarga taqobil turish kuchi yuqori bo'ldi. Bu taqobil turish kuchi yuqori bo'ldi deganda men ximiyalik davolash jarayonini bekarga his qildim. Nurg'ulg'anlar kirdi mening oldimga. Voy bu rak kasali bu odam o'lib ketdi. Rak kasali saqaymaydi deb mening tang davolanayotgan bemorlar kirdi. Şular kirgan holatimda mening faqat beradigan javobi sizlar o'zinglarning rakasini bo'ldi, rakasini o'lib ketganini bilsizlar-ku. Shunda bilganim nemishki biya chiqim qilib, necha yuz ming uni to'lab davolanib qilsizlar. O'lib ketganini bilganim oila turib o'lib ketsanlarning bo'ldi. Men sizlarga deb qo'yay, men kasaldan o'lmayman, faqat qirib o'lmayman. Shu chog'da meniki rakasini degan narsa hargiz qalbimni bo'lmag'ashqa, butun narsamni boş vaxtımız kitap okuyanlığı için, kitap okuyanlığı onun için tasvirlerine bazı benim adamda ağır ağırlık adamlar var. Şular bana ilham boğanlığı için ben şunçilik ağır ağırlıklarını baştan geçirip, hazırki şundan yaxşı durmuşqa, hazırki şundan yaxşı ağırlıkki iyi buldum. Amma nəsi keyfiyatımdan yaxşı buluşu, bütün nəsimden yaxşı buluşu hamisiga kitap oxuşum səbəbçi buldu deyib qarayman. Şuna endi başqalar berdigan nimam tavsiyelerim meningdan kichiklar bo'lsin, meningdan cho'nglar bo'lsin, kichikkina umutsizlik yo'liqsanglar, hargiz bel qo'yib etmanglar. Bir gap bor, odam qodir emiga gap odamning o'zida. Sizlar bo'sh vaqtingiz kitob o'qisanglar, shuning faqat yaxshi tarafini o'ylsanglar, har qanday bir ishning o'zida bir hikmat bor, yaxshi narsaga erisha olasizlar. Buningda hozirgi yaxshi turmushinglardan texnik yaxshi turmushga erisha olasizlar. Shunga har qanday bir ish bo'lishidan qat'iy nazar vaqtinglarni isrof qilmanglar, bo'sh vaqtingizni kitob o'qinglar. Hazır nurg'ulg'an yaxshi kitoblar chiqdi, shularni o'qisanglar, buni yoq o'zinglarning qiladigan ishlar bo'lsin, mayli boshqa ishlaringlar bo'lsin, shuning yetib keladigan foydasi bo'lsinki, hargiz ziyon olmaydi. Oxirida deydiganim, odam o'zi g'ayrat bo'lsa, yengil olmaydigan mushaqqat yo'q. Shuningga menlarning bo'sh vaqtlar bo'lsa, kitob o'qishni, kunlaringlarni yaxshi o'tkazishni, har bir vaqtinglarni meni sekunda ahamiyatli ishlar uchun ishlatishinglarni umid qilaman. Kelganlarga rahmat, xo'sh, ammolarning kunlarini yaxshi o'tishini tilakdoshman. Ketadiganlar, kasallik saqlaymaydi degan gap ishonib hargiz nima qilmadim. Faqat shunday yaxshi erkaklarni ximiyalik davolashni degan vaqtida kelib shunday davolanib doktorlarga moslashib qildim. Mening mash kayfiyatimni saqlashimga, mushtaq bo'lishimga meniki birdan bir sababchi bo'lgan narsa men kitob o'qishim. Men savodim chiqqandan tortib ta hozir 33 yosh bo'lish jarayonida butun mash Uyg'urcha nashrdan chiqqan kitoblarni asosan o'qib bo'ldim desam bo'ldi. Men bir oyning ichida 4 kitap o'qiyman. Haftada bir kitobni tugataman degan nimam bor. O'zimdagi planim bor. Najmi cho'ngaroq kitob bo'lsa, bir oyning ichida 2 kitob tugataman. Ammo odatdagi bunday kitoblar bo'lsa, haftada bir kitobda hargiz bir minut vaqtimni o'rinsiz ishlarga bekor o'tkazish hargiz qolmay, shu vaqt bo'lsin bir kitob o'qib olaychi. Men o'sha ishim kecha, men o'zim uchun ortiqchilik deyman. Ba'zi buni kamchilikdan qanday buni o'qimadim. Men o'sha ishim kecha 33 yosh kirgacha men televizor ko'rib boqmadim desam bo'ldi. 33 yil jarayonida televizor ko'rgan vaqtim faqat 3 yil hisoblasam bo'ldi. Odatda televizorni ko'rmayman, faqat vaqt isrof qilib, uning qarorini bir kitob o'qiyman. Kitob o'qiyman. Uning qarorini